Assalomu alaykum guruhdoshlar, yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Mana Instagramdagi nima ham agroteplitsa olami, Instagramda ham, Telegramda ham mana shunday agroteplitsa olami deb yozasizlar. Chiqib keladi aziz obunachilar. Kim shunday hosil bo'lishini xohlamaydi? Shunaqa hosil bo'lishini xohlasangizlar, albatta ma'lumotlarga quloq solinglar. Bir-birimiz qo'llab, mana shu dehqon hozir juda ham ko'p hosil olgan. 40 dona limondan 4 dona hosil olgan dehqonimiz. O'sha dehqonni videosini qo'yapman. Uzr so'rayman, menga tashlagan. Lekin motivatsiya bo'lishi uchun sizlarga har bir limon 130-120 kilo atrofida bor. Ma'lumotlarni eshitib, like, podpiska qilishlaringizdan maqsad, qayta aytayapman. Bu narsa video rekka chiqishi, ya'ni insonlarga yetib borish uchun. Misol uchun sizga tushuntiradigan bo'lsam, ariqdan katta kanalga chiqish uchun ariq qozib boriladi misol uchun, yoki katta kanaldan ariqqa chiqish uchun albatta ariq ochib borish kerak bo'ladi. Shu uchun sizlarning qiladigan xizmatlaringiz videoni to'g'ri ko'rib, ma'lumotlarni o'zlaringizga olib, do'stlarga ulashish. Ya'ni like, podpiska qiladigan bo'lsangiz, boshqalar ham bu ma'lumotlarni oladi. Misol uchun sizlar meni podpisligim bo'lganingiz uchun video chiqarganim sizlarga yetib boradi. Keyingi videoni to'liq ko'rib, xulosa chiqarishlaringiz uchun oldiniga agroteplitsa olami a'zolari barchangizga kun xayrli bo'lsin. Bugungi videomiz o'sha qayta gullatish sohasi bo'yicha retsept qilib beraman. Qo'llab-quvvatlamagan bo'lsangizlar ham, like bosmagan bo'lsangizlar ham vijdonan shu narsani his qilgan holatda bugun sizlarga tushuntirib o'taman. Daftar ruchkalaringiz bo'lsa olib qo'yinglar. Shu bo'yicha ishlab hosilga erishasizlar. Negativdan charchadim to'g'risi, shu uchun bitta tochkada video olib tushuntiraman. Hech qanaqa hosilni ham ko'rsatmayman, prosta dekoratsiya bo'lsin. Hech qanaqa yo'q hosilni ham ko'rsatmayman, borni ham ko'rsatmayman. Limon tuygan paytida negativ o'tgan yilkiga o'xshagan kuyib qoladi. O'tgan yil ham hech qanaqa hosiling bo'lmaydi degandi. Xudoga shukr 130 kilogacha hosil berdi. Shu uchun birinchi o'rinda ruchkan olamiz. Qayta gullatish uchun MPK 320, ildizidan 20 gram, bargidan 10 gram sepasizlar. Birinchi bu. Ikkinchisi, namlikni 60 saqlaysizlar. Bitta limon chanqatib olasizlar. Chanqatasizlar, juda ham chanqab ketmaydi. Ikkinchi qiladigan ishlaringiz nitrofos. Ildizidan bo'lsa 20 gram, bargidan berilmaydi. Sulfat amoniya 20 gram, bargidan berilmaydi. Izobion degan dori 10 litr suv, 10 litr suvga 10 gram bargidan, ildizidan 15 gram. Sikron 10 litr suvga bitta ampula, ildizidan bo'lsa 2 ta ampula, ya'ni bitta ampulasi 5 gramga bo'ladi. Agar bargidan berilsa, ildizidan berilsa 2 ta ampula bo'ladi. Xo'p, qilinadigan ish 13-40-13 10 litr suvga 10 gram bargidan, 20 gram ildizidan 10-10-40 MPK, bargidan 10 gram, ildizidan 20 gram. Monokoli fosfat 10 litr suvga 10 gram bargidan, ildizidan 20 gram berasizlar aziz obunachilar. Ana endi tushuntiraman polnislarga. Konspektmi, qanday desam, sxema qilib beraman. Bir hafta dori berdingizlar, ikkinchi hafta to'xtaysizlar, limonning holatini kuzatasizlar. Misol uchun qo'shib beriladigan dorilarni aytib o'taman. Kalsiy bilan monokoli fosfatni qo'shib sepsa bo'ladi. Xo'p, temir moddasi bilan
nimani sepsa bo'ladi, 320 ni qo'shib sepsa bo'ladi. Izobion bilan hech qaysi dorini qo'shib bo'lmaydi. Skrom bilan hech qanaqa dorini qo'shib bo'lmaydi. Qo'shishdan oldin kichkina idishda tayyorlab ko'rasizlar. Agar cho'kma, ya'ni cho'kish yoki qanaqadir qaynash yoki rang tusi o'zgarish bo'ladigan bo'lsa sepmaysizlar. Bu qisqa sizlar uchun tajriba bo'ladi. 10 litrga tayyorlamaysizlar birinchi o'rinda. 2 litr, 1 litrga tayyorlab ko'rasizlar. Xo'p, yana keyin savol tushgan, urug'dan chiqqan limonni o'stirsa bo'ladimi degan savol tushgan. Albatta o'stirsa bo'ladi, lekin 8 yilda hosilga kiradi agar payvand qilinmasa. Payvand qilinsa ildizi baquvvat bo'ladi, umri uzoq bo'ladi, lekin urug'dan chiqqan limonni 7-8 yilda hosilga kiradi. Xo'p, keyingi savollar tushgan. Keyingi savolda aytganlarki, urug'dan chiqadigan limonni o'stirish rejimini tushuntiring deganlar. Tuvakdagi, ya'ni tuvakda bo'ladi, urug'dan chiqqandan keyin tuvakdagi rejim shu o'sdimi kamida 20 kun hech narsa qilmasdan limonga tegmaslik kerak. Urug'dan chiqadimi, boshqa bo'ladimi? Tuvakdagi limon 20 kunda bir suv beriladi. Boshqa hech narsa bermaslik kerak. Har qanaqa dorilarni bermaslik kerak. Ildiz chirish bo'ladi, korroziya bo'ladi. Qarabsizki, chiriydi, qurib ketadi. Ana endi sizlardan dorilarni berdingizlar, yangi atroska chiqaradi. Yangi atroskadan hosil bermasa ham gul chiqaradi. Mana hozir ko'rsatyapman. Kadrni faqat boshqa tomonga buraman, negativ e'tibor qilma. Chunki men hosil ko'rsatmoqchi emasman, gulni ko'rsatmoqchiman. Mana gul bo'ladi. Negativdan charchaganim uchun bitta kadrda ko'rsatyapman. Hosil xudoga shukr yaxshi. Hosilini dovcha bo'lgandan keyin xudo xohlasa ko'rsataman. Lekin hozir inteliga qilish niyatim yo'q. Faqat men ma'lumot yetib olishni xohlayapman. Chunki ko'p dehqonlar qiynalishini, umidsiz bo'lishini xohlamayapman. Shuning uchun video qilyapman iloji boricha. Like, podpiska bosmagan bo'lsangiz ham, 1000 tadan oshmagan bo'lsa ham, kimgadir foydasi tegdi. Shundan xursandman. 10 mingta, 20 mingta, 100 mingta prosmotr bo'lishi mumkin edi. Lekin shu 700 ta odamga orasidan nechtadir kishiga foydamiz tekkandan xursand bo'ldim. To'rsetka haqida so'ragansizlar. 55% qilsak bo'ladi, lekin 55% qilgandan keyin to'rt tomonni porchkalari yuqoridan ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni issiqlik yuqoriga ko'tariladi. Pastki 50 sm dan porchkasi bo'lishi kerak. Ya'ni issiq havo pastdan chiqib ketadi. Limonni to'g'ridan to'g'ri issiqlik kelishi uchun 50 sm misol uchun hozir yerdan mana shu 50 sm turgan bo'lsa, mana shu yerdan to'g'risidan porchkasi bo'ladigan bo'lsa, barglar toza bo'ladi. Mana hosillar yaxshi rivojlanib oladi. Baribir kadr o'zgaryapti. Hosillarni ko'rsatishga majbur bo'lyapman. Hosil ko'rsatmayman degandim. Limonning barglari och yashil bo'lib ketmaydi. Mana yuqoriga ko'rsataman. Mana shunday chiroyli bo'lib turaveradi. Mana hozir bunachilar. Kimdadir misol uchun bargi sarg'ayib ketdi deydi, boshqa bo'ldi deyapti. Yo'q, barglar sarg'aymaydi. Mana barglarni ko'rsatay. Mana shunday yam-yashil bo'ladi. Endi sizlarga 4 ta narsani tushuntirib o'taman. Gulning to'kilishining asosiy sababi zararkunanda gul yeyuvchi hasharot shiradan, o'rgimchakkanadan kelib chiqadi. Aziz obunachilar, iloji boricha dezinfeksiya qilishimiz shart. Aktara 10 litr suvga 5 gram bargidan bir hafta sepib, ikkinchi hafta sepmaymiz. Shunda 2-3 haftada 10 kunda yoki 11 kunda natijani ko'rasizlar aziz obunachilar. Keyingi masala so'ragan narsalaringiz
ko'pchilik so'ragan narsani limon hosilini ushlab bo'lgandan keyin nimalar qilish kerak deb so'ragansizlar. Ya'ni mana bunaqa dovcha bo'lgandan keyin nima ishlar qilish kerak degan narsani so'ragansizlar. Bu narsa dovcha bo'lgandan keyin gummat kaliy 10 litr suvga 12 gram stabilni berib turasizlar. Mana bunday holatga kelgan paytiga mana stabilni 12 gram 4 kun tashlab berib turasizlar. Keyingi masalasi fosforli o'g'itlar bo'ladi. Fosforli o'g'it, ya'ni 12 40 12 berasizlar. Xo'p, yana keyin beriladigan narsa Avstraliya gummat 10 litr suvga 25 gram stabilni bargidan ildizdan berib turasizlar, aziz obunachilar. Savollar bo'lsa, Telegram kanalimga o'tasizlar. Lotinchasida agroteplisa olami deb qo'shib yozsangizlar, Telegram kanalimga o'tasizlar. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Tanajonlar sog' bo'lsin. Agroteplisa olami xizmatingizda. Ko'pchilikka foydasi tegsa, like bosgandan bilaman. Foydasi tegdimi yo'qmi? Podpiskadan bilaman, aktivdan bilaman. Alloh rozi bo'lsin. Mushkullaringiz oson qilsin. Sizga yordam berganimizdan biz xursandmiz. Salomat bo'ling.